Paparyam yo'q. Oh, yomon. Oyog'im yomon tushdi. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Men o'sha Felix bola yangi videoga xush kelibsizlar. Tak что hozir men sekin astalik bilan 13-qishloq tomon yo'l olayotgandim. Da bola nima qilsan deyishlar mumkin. Shu endi ertalabki sayr bilan yurdim va kutilmagan adashib qoldim va bir amallab endi qishloqni topdim va nihoyat ana qo'shnimning uyi, ya'ni boy, katta qo'shnim uyi. Qaranglar, onasi ham kecha qarz so'rasam bergani yo'q. Haligi uyini qaranglar, esma o'rta onasi ham. Nimaga mani uyim atrofida bunaqa ko'p jidil tushunmadim. Mani uyim oshxona. Apa buvingni nega uchun mani uyimni bunaqa qani mani kirvartni Felix sekin bakilamasdan. Bu qani mani kirvatim? Tepada. Qaysi tepada? Topda. Stop, ko'p kravat qo'yib tur. Nimaga mani uyimni ichidagi hamma narsa otib yuborgan holatda qanaqadir nima bu? Restoranmi, nima bu? Kafemi? Biroz qo'llaring xullas. Qamaydi bu biznes, kasab tushmaysan. Nimaga endi mani uyimda 2 yil mendan so'ramasdan, nima? Jalka bitta uy. Da, jalka men yoqqa turaman. Biz qayerdan bilaylik, o'zing problema yo'q. Xo'p, qara, sizlarga yaxshicha aytaman. Mani uyimdan chiqlaring. Ukam, biznes qilaylik. Agar ozgina biznes tushib ketsa, ketamiz. Yo'q, menga nima biznes tushadimi yo'qmi, onasini hepsi bo'pti. Menga foiz berib tursanglar mayli edi. Qachon pulam berishga onasini hepsi qani tepada dedimi? Tomda? Yo'q. Bo'ldi, tezroq 5-tomonga chiqsak, yuzimni ko'rsatib stream qilmoqchiman. Shuning uchun ham hozir kanalga obuna qo'yinglar. Va albatta, agar sizlarga karta yoki modlarim kerak bo'lsa, meni Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanal описание va kommentariyada bo'ladi. Albatta, hammangizni Telegram kanalimda kutib qolaman. Okay, let's go. Давайте. Yetarmikin? Yo'q, kim haqqi bor meni kiratim bilan sandig'im deb olib chiqib qo'yishga? Ana aniq bilan o'zim oshib ketdi. Oy, qarab. Aytolman, mani uyni chiqsalam yo'qmi hozir toptir. Eshikni buzib qildi onasi. Qochyapti buvingni. Qoch. Yo'q, ochilmayapti. Quflab qo'yibdi. Loylar, ochlaring eshikni. Uyimdan chiqlaring. Chiq. Apa buvingni. Yo'q. Yo'q, bola sinmayapti. Oxir temir eshik-ku. Felix, mana chiqmaymiz. Ozgina soqqani qo'raylik, keyin chiqamiz. Bu ko'pman qattiq yashayman bo'lmasa. Topda. Tom yersalarga apshib o'qib. Yo'q. Sinmayapti bola. No, xo'p, bola yaxshicha chiqish niyati yo'q menimcha, to'g'rimi? Da bilan chiqish niyati yo'q. Qanday qilib bo'lsa ham bilan chiqarish kerak, короче, bola. Okay, let's go. Come on, baby, bola. Короче, bola, shu borada bitta narsa aytib ketaman sizlarga. Men yaqinda 5 ta obunachimni tanlab olib, ular bilan birgalikda, короче, bitta eksperiment edim, nima deydi? Xullas, konkursga o'xshagan narsa qilaman. Ya'ni obunachilarim orasidan 5 kishini tanlab olaman va ular bilan birga video olaman, ular videosiga qatnashib beraman, короче, reklama bu bomba narsa bo'ladi. Albatta, o'sha 5 ta obunachim juda ham omadli bo'ladi va albatta o'sha omadlilar ichiga kirmoqchi bo'lsanglar, hozir kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Ну, axir o'sha 5 tadan bittasi sizlar qo'shilib mumkin, to'g'rimi? Da 100% bolalar. Lekin men bu loylarni qanday qilib chiqarish kerak? Qaranglar. O'chirib qaranglar. Bir nima bu kafemi, nima bu oshxonami, короче, da. Militomlarmi? Xo'p, bola qanday qilib bularni chiqarsak bo'ladi meni uyimdan? Ну, politsiyaga taragan bo'lsam yo'q. Unaqa politsiya bilan ish yugur qog'oz boshchilik вообще kerak emas. Bo'lmasa qanday qilib? Stop. Merga taragan bo'lsam, mer ham yonasini yemsin. Mer ketaveradi, problema chiqib qo'yganda ketaveradi. Xo'p, bola, hozir mana juda ham genialniy bo'lgan ideya keldi. Hozir shuni qilib ko'ramiz, agar o'xshaydi deb o'ylayman, lekin o'xshash kerak, bola. Okay, let's go, mamnun. Okay, bo'ldi. Ana endi o'sha o'ylagan narsam qilishga ketdik, bola, menimcha o'xshaydi. Da. Xo'p, qaranglar bola, sizlarga rejamni tushuntiraman. Bizda musorxona bor. Mana qishloqning musorxonasi. Mana shuni uyimni oldiga, ya'ni shundoq uyimni devorining oldiga qilib qo'ysak-chi bola, axirda restoran bor, qishloqlar ochilgan. Va mijozlar keladi, qarasa hamma sas yotibdi va bu yerdan ketishadi. Undan keyin marketing tushadi.
odamlar kamayadi, keyin soqqa kamayadi. Shunaqa qilib ular bankrot bo'ladi va bu yerdan ketishadi uyimdan. Давайте bola shunaqa qilamiz, okey? Hozir hamma narsani oldim. Ana endi yo-mayo, okey, ana endi shuni qo'yamiz. O'zi ham mazza qilib o'tirsin. Mijozlar. Okey, bu yoq yo-mayo namuncha qo'lim qiyshiqmi? Hop, endi yana bunaqa guldonlarni, so'ylarni yaxshilab. Bola itlar ham ko'paysa, ancha mijozlar ham kamayadi. Ha, hali gaplashamiz sizlar bilan. Yana bloklar kerak bolalar, hozir endi chiqib qolsam. Okey, let's go. Ana endi bolalar faqatgina kutamiz и всё. Ha, hozir ketasanlar bugun, ketasanlar. Nahotki bitta ham odam musor hidini sezmayapti. Bizga farqi yo'q, biz zakaz olsak bo'ldi. Yo'q, nahotki marketingga ta'sir qilmayotgan bo'lsa. Okey, bolalar, короче, musorxona o'xshamadi nimagadir. Bilmadim nimaga bolalar. Okey, bo'lmasa bizda eng oxirgi usul B operatsiyasiga o'tamiz, короче. Bolalar, bizda bunaqangi narsalar olib qo'ydim. Agar o'xshamay qolsa deb, o'ylaganimdek o'xshamay qoldi. Necha bolalar, kayfiyat tushirmaymiz va bizda bunaqangi narsalar bor. Aytishim mumkin bu nima deb. Hozir ko'rsataman, короче, falsal chekkaroqqa o'tsak ko'rsataman bolalar. Okey, qaranglar. Короче, bu mana ko'rib turganingdek qanaqa monster qishloqi. Yo'q, opa buvingni yarim jonim chekib oldi. Bo'ri qol bu yerdan. Bo'ri qol. Yaxshiyamki bolalar, menda shotgun bor. Bolalar, xuddi shunaqangi narsa. Yaxshi bolalar. Xullas-da, hozir mana shu qanaqadir monsterlar, mana bu qanaqadir monster kallalari shularni hozir ichkariga qo'yib yuboramiz. Keyin hamma qochib chiqadi uyimdan va keyin bemalol kirib olaman. Plan shunaqa. Okey bolalar, bo'lmasa bismillah deb boshlaymiz. Judalarni uyimdan haydash operatsiyasi boshlandi. Bu bola chiqish kerak edi. Ana endi o'zlaridan ko'rishsin. Hop, biz ozgina vaqt olishi mumkin. Necha lekin bolalar? Necha? Stop, aytamizsak. Bolalar, qo'lda biz ahmoqlik, lekin hozir ular biz tashigan surprizni ko'rib, oh my god, pokorib qochib chiqsadi. Okey, ana endi sekin astalik bilan. Okey, bitta kalla ketdi, ikkinchi kalla ketdi. Mana ham ketdi, bu ham ketdi bolalar. Bashara gapish oldi. Xudo help, yordam beringlar. O'choq eshikni och. Qushloq och. Namuncha porchaq qilishadi bolalar. Okey, yana endi kutish qoldi xolos bolalar. Короче, bolalar, hamma bilan o'xshadi. Hammasi yugurib chiqib ketdi. Lekin men bu loylari endi qanday chiqasan uyimdan degan savol tug'ilyapti menda. Bolalar, nima ham qilardik bizda? Kiyimlar ham bor, albatta. Okey. Ovosak ana endi bo'ldi. Bismillah deb boshlaymiz, bo'lmasa ana endi monsterlarni o'ldirish operatsiyasi. Okey. Mana nima bo'ldi? Qana kallami? Bolalar, sigir kallasi. Yo'q. Qani sigir kallasi? Mana cho'chqaniki. Yo'q. Qishloqona kallasi. Bu yoqqa qo'rqoq. Ko'roslam, hazillashdim, brat. Sakr olarkan bolalar. Qochlaring mendan o'rmalashma, yopishyaptiman. Lekin qo'lda ham bo'lasiz. Easy ekan o'ldirish plani. Apa buvingni. Bu yoqqa qochishni mana qaranglar, qochishni. Ot. Ana, nima bo'ldi bolalar? Easy monster вообще shon bitta gigantskiy mahluqingni qo'yib berukam, bitta o'zin javob. Короче, bolalar, bizda problema bor. Boya aytganimdan keyin qanaqadir o'rgimchaklar paydo bo'lishni boshladi. Qo'rqib ketaman bola, boya gapimni qaytarib oldim. Mana nima? What the fuck? Kimsan sen? Yaqinlashma qurolim bor. Okey, давай buni uzr. Mana brat kim? Yaqinlashma. Zombimi? Yaqinlashma dedim senga. Okey, boyaga o'rgimchak, lekin xavfli bolalar. Qani o'zi? Ko'rasizlar bolalar. O'sha ko'rgan qarasa Ziyod o'g'a. Hazillashdim.
Hazırlashdim. Mana yoqmayapti bola menga. Maka va easy ekan u bola ey. Va ishon mana yo'q ketdi bola ko'rasizlar easy. What's that brother? Qo'ng'izlar onasini ham. Qo'ng'izlarmi? Короче, bolalar hammaga xayr, Masha Felix bo'ldim va keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Ну, всем пока.